Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. قد أفلح المؤمنون Möminlər həqiqətən bəxtə erişdi. الذين هم في صلاتهم خاشعون Şundaq möminlər ki, ular namazlarda Allah'ın uluqluğundan sürbesib ketkenlikdən əyminib durğuculardır. والذين هم عن اللغو معرضون Ular behudu söz, behudu işdən yıraq bolğuculardır. والذين هم للزكاة فاعلون Ular zakat vergüçülərdir. والذين هم لفروجهم حافظون Ular əvretlərini haramdan saklığuculardır. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Yani əvretlərini faqat xotunlardan, çörlərdən başqalardan saklığuculardır. Bular bilan yaqinchilik qilguvchilar malomat qilinmaydi. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Bunun sırtıdan cinsi talabni qandırışni talab qilguvchilar haddidan oshquchilardir. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Ular yani möminlər özleriga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilguvchilardir. والذين هم على صلواتهم يحافظون Ular namazlarını vaqtida ta'idil arkan bilan ado qilguvchilardir. أولئك هم الوارثون Ani shular, yani yuqorqi sifatlarga ega bo'lgan möminlar nozu ne'matlik jannatning varislaridir. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Ular yuqori darajalik jannat firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Biz insonni haqiqatan loyning javharidan yaratdik. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bachidonda joylashgan obi ma'ni qildik. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Ondan abi ma'nini laqtiqonga aylantirdik. Ondan laqtiqonni parcha go'shga aylantirdik. Ondan parcha go'shni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sh qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Ang mahir yaratquchi Alloh hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. ثم إنكم بعد ذلك لميتون Ondan sizlar cho'qim o'lisizlar. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Ondan sizlar haqiqatan qiyomat kuni qabranglardan turg'uzilisizlar. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Biz haqiqatan sizlarning ustinglarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz maxluqotdan g'ofil emasmiz. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni qurtibitishga albatta qodirmiz. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة
لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Şu yağmur bilan sizlarga xorma bog'chilari va uzum bog'chilarini yetishtirib berdik. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor, ulardan yeysizlar. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Şu yağmur bilan Tursinadın chiqadigan zaytun daraxtini o'stirib berdik. Uningdan moy chiqadi. Yeguvchilar nonlarini shu moy bilan maylaydi. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Çarılarda haqiqatan sizlarga ibret var. Ularning qo'rsiqidagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urimiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shini yeysizlar. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Ular, ya'ni to'yga va o'kizlar bilan quruqliqda, kiyimi bilan dengizda yuk to'shaysizlar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar?" فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Onun qavmidagi imansız kattılar aytishdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lib olmoqchi. Agar Alloh payg'ambar avatishni xohlasa edi, albatta farishtalarni avatadi. Bundaq so'zni burunqi ota-bovlarimizdan anglagan emasmiz. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. O faqat bir mecnundur. Sizlar uni bir mezgil kutinglar. قال رب انصرني بما كذبون. Nuh ularning iymon etishidan umidini uzgandan keyin Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin dedi. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Biz Nuhqa, bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kiyimi yasig'in. Bizning buyruqimiz yetib kelgan va to'nurdan suv etilib chiqqan chaqda kiyimga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftini ilib olgin. Oilangdagilarni mo ilib olgin. Ularning ichidagi halok bo'lishga hukm qilinganlar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in, ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilinadi deb vahiy qildik. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Sen bilan birga bo'lgan mo'minlar bilan kiyimiga chiqqan cheg'ingda jimi hamdu sana bizni zolim qavmni qutqizgan Allohga xosdir degin. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.
Hamda ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'g'irlashtirguvchisan, degin. Inna fi zalika laayatin wa in kunna lanubtalin. Haqiqatan buningda, ya'ni Nuhning ummatining ishlarida aql egiliri uchun nurg'un ibratlar bor. Biz bandalarni, payg'ambarlarni avatish bilan albatta sinaymiz. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmni paydo qildik. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Biz ularga o'zlarining ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Hudni avatdik. U aytdi: Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Onun qavminin kafir bo'lgan, oxirat mukofotini yolg'onga chiqargan va bu dunyoda biz tarafdan bayashat turmushga ega qilingan kattallari aytdi. Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlar yeganni yeydi, sizlar ichganni ichidi. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Agar sizlar o'zingizlarga o'xshash bir insonga itoat qilsanglar, shubhisizki u chaqda sizlar cho'qim ziyon tortquchilarsizlar. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. O sizlar ölüp topuğa ve quruq ustuğanğa aylanğandan keyin tirilisizlar deb agahlandıramdı. Heyhate heyhate lima tu'adun. Sizlarga agahlandırılgan iş tolumu yiraqdır. İn hiye illa hayatuna ad-dunya namutu ve nahya ve ma nahnu bimab'uthin. Bizning mushu dunyodagi hayotimizdan boshqa hayot yo'qdir. Biz ölümüz ve tirilimiz. Yani bir taraftan ölüp turumuz ve bir taraftan tug'ilib turumuz. Biz qayta tirilmaymiz. İn huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadiban ve ma nahnu lahu bimu'minin. O faqat Allah nomidan yolg'onni to'qigan odamdir. Biz uningga ishonmaymiz. Qala robbi unsurni bima kazzabun. Hud etdi: Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin. Allah etdi: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ular uzun qolmay kafir bo'lganliklariga nadomat chekidi. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Ular haqliq ravishda qattiq ovoz bilan halok bo'ldi. Ularni biz lo'ja qilib etdik. Zolim qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmlarni paydo qildik. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Har qanday ummat halok bo'lish vaqti kelmay turib halok bo'lmaydi. Halok bo'lish vaqtidan o'tibmi ketmaydi. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Ondan bizning payg'ambarlarimizni orqama-orqa avatdik. Her ümmetke onun peygamberi gelgen çağda, ular onu inkar kılganlıktan, ularını arqama-arqa halak kıldık.
Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. Iymon etmaydigan qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. Ondan Musa ve onun qeyrindishi Harunni bizning oyatlarimiz bilan ve ro'shan pokit bilan Firavunga ve onun qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular haqavurlik qilib iymondan bosh tortdi. Ularmi takabbur qavm edi. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Ular bizga o'xshash ikki oddiy insonga iymon etamdik. Halbuki ularning qavmi bizning qulga o'xshash xizmatchilarimizdir deyishdi. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Ular o ikkisini, ya'ni Musa bilan Harunni inkor qilishdi. Shuning bilan ular halok bo'ldi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Ular, ya'ni Bani İsrailni hidoyat topsin deb biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Biz Meryem'nin oğlu İsa'ni ve onun anısı, yani Meryem'ni kamali kudretimizden delili kıldık. Ularını tüptüz, yakın soluk bir igiz cayga uğurlaştırdık. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Ey peygamberler, halal nerslerini yanlar, yakşı amellerini kılınlar. Ben hakikaten sizlerinin kılgan amellerini obdan bilimen. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. Ey peygamberler cemaati, sizlerinin dininler hakikaten bir dindir. Ben sizlerinin perverdigarınlardır men. Minin azabımdan korkunlar. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ular, yani ümmetler, dini cihetten nurgun firqalarga bölündü. Her bir firqa öz dini bilen hoşaldır. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. Ularni ölgenlerge kadar gumrahlıkta tahrik etkin. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. Ular bizning ularga mal mülk ve avlatlarını bergenligimizni özlerge tez yaxşılık kılganlık dep oylamdı. Hergiz undaq emas. Ular uqmaydı. İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikûn. Hakikaten Perverdigarının ayvisinden korkuç kişiler vellezîne hum bi âyâti rabbihim yu'minûn. Perverdigarının ayetlerine işengüç kişiler وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Perverdigarıga şerik keltirmeydiğen kişiler وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Sadiqi berdiğen ama Perverdigarının dergahıga hesap veriş için qaytıp barıdığanlıqdan dilleri korkup durduğun kişiler أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Yani şular yaxşı işlerini kılışqa aldırğuçulardır. Yaxşı işlerini başkalarının aldığı kılışqa tırışqıçılardır. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Biz insanı fakat taqat yetadigan ish qila taklif qilamiz.
Bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bandalarning yaxshi yomon ishlari xotirlangan noma amal bor. Ularga savobini kamaytirish yoki azobni oshiritish bilan qilchi zulm qilinmaydi. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. Ular, yani günahkar kuffarlarning dillari buningdan, yani Qur'ondan g'aflatidir. Uningdan, yani kufrdan boshqa ular kelajakdan nurg'un yomon ishlarni qiladi. Hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun. Ularning boylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda nagah ular faryod qiladi. La taj'aru al-yawma innakum minna la tunsarun. Ularga aytiladi. Bugun faryod qilmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erisha olmaysizlar. Qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yüzü örüp arqanlarga chekinib olatdinglar. Mustakbirina bihi samiran tahdurun. Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib iymondan yüz o'raydi. Kashf qaranglarda yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni Qur'onga ta'ni qiladi. Payg'ambar alayhisalomni so'kidi. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ular haq kalam, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi? Yoki ularga Alloh tarafidan ota bo'g'illarga kelmagan yangi narsa keldimi? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Yoki ular o'zlariga kelgan elchini tanimay uni inkor qilyapti. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun. Yoki ular uni majnun deyishamdi? Hargiz undaq emas. Ularga u haqiqatni ilib keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafsi xohislariga bo'ysunadigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi maxluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Undaq bo'lg'ini yo'q. Ularga vaz nasihatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildik. Ular o'zlariga vaz nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'raydi. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju robbika khayrun wa huwa khayrur raziqin. Yoki sen ulardan elchilikni yetkazganligingga haq talab qilamsan, ya'ni ular shunda gumon qilamdi, Parvardigoringning sana bergan ajri yaxshidir. Alloh rizq berguvchilarning yaxshisidir. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Sen albatta ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilasan. Wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetniguvchilardir. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. Agar ular, ya'ni mushriklarga rahim qilsak, ularga kelgan kulfatni ko'tarib cho'qim gumrohliklarida davomli tangirqab yurishadi. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazo oldik. Ular Parvardigoriga bo'ysunmadi, iltijo qilib duomi qilmadi. Hatta idza fatahna alayhim baban za azabin shadidin idza hum fihi mublisun.
Taki ularga qattiq azobning darvozasini ochgan chig'imizda nagahan ular ümidsizlanib ketidi. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar nihoyatda oz shukr qilasizlar. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Allah sizlarni zaminda nasllantirish yo'li bilan yaratdi. Hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilasizlar. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. Allah ölükni tirildirdi, tirikning jinini aldı. Kecha kunduzning o'zgarib turishi Allohning boshqarishidir. Tushunmamsizlar? بل قالوا مثل ما قال الأولون. Ular Allohning qudratini o'ylab ko'rmadi. Balki ular burunqilar nima degan bo'lsa shuni dedi. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Ular aytdi, biz o'lib to'piga va uvilib ketgan so'ngakka aylangandan keyin cho'qim qaytib tirilamdik. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Haqiqatan biz va bizning ota-bobolarimiz ilgari mushundaq ogohlantirilgan edik. Bu faqat qadimkilardan qolgan afsonalardir. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Aytqinki, zamin va uningdagi mahluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Ular Allohning deydi. Buningdan pandi nasihat olmamsizlar? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arshning parvardigori kim? سيقولون لله قل أفلا تتقون. Ular Allah deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? İltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Ular Allah deydi. Aytqinki, sizlar qandoqmi qaymoqtirilsizlar? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Undaq emas. Ularga biz haq so'zni elib keldik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Allah'ның balası yok. Onunla beraber başka bir ilah mı yok? Eğer mundaq bolsaydı, o çağda her ilah öz yaratkan məxluqni yalğız egəlləyti. Bəzi bəzidən qalib kilətti. Allah onlarının Allah'a nisbət bergen nəslirdin paktur. Alimil gaybi ve şehadeti feta'ala amma yüşrikun. Allah gayibni ve aşkarını bilgücüdür. Müşriklerinin şerik keltürgen nəslirdin üstündür. قل رب إما تريني ما يوعدون. Aytqin ki, Parvardigorim, agar menga ularga dunyoda va'da qilgan azobni ko'rsatadigan bo'lsang, Robbi fala taj'alni fil qawmiz zolimin. Parvardigorim, meni zolim qavmlar ichida qilmag'in. Wa inna ala
أن نريك ما نعدهم لقادرون. Biz ularga va'da qilgan azobni san ko'rsatishga albatta qodirmiz. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning sana qilgan masxirisini biz obdan bilamiz. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. Aytqinki, Parvardigorim, sana sığınıp şeytanlarning vasvasalaridan panoh tilayman. وأعوذ بك رب أن يحضرون. Parvardigorim, sana sığınıp şeytanlarning menga amroh bo'lishidan panoh tilayman. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa aytidurki, Parvardigorim, meni dunyoga qaytargin. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Men qo'yib kelgan mol mulkim bilan yaxshilik qilishi mumkin, uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlardan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Tarası eğir kelgenler, yani yaxşılıkları, yamanlıklarını besip ketkenler, baxtga erishguchilardir. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Tarası yeni kelgenler, yani yamanlıkları, yaxşılıklarını besip ketkenler, ziyan tatqıçılardır. Cehennemde mengü qalğıçılardır. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Ularning yüzlerini ot köydürdü. Kalpıkları qo'rilib, tishlari echilib, badchiray bo'lib qoladi. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Ularga, sizlarga dunyoda mening oyatlarim o'qib berilgan. Sizlar uni shuncha ro'shan turuqliq inkor qilgan emasmidinglar? deyiladi. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Ular aytidi, Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib, gumroh qavm bo'lib qolgan edik. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Parvardigorimiz, bizni do'zaxdan chiqargin, ondan dunyo qaytargin. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. Allah aytidi, jahannamda xor oldi qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Şübhesiz ki, bendelerimden bir türküm kişiler, Parvardigorimiz, biz iman ettik, bizge mağfiret kılgın, bizge rahim kılgın, sen bulsan en rahim kılgıçsan, deydi. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم
تضحكون Ularni məsxir qıldınlar. Hatta ular sizlərə mənim zikrimni unutuldurdu. Yani ularni məsxir qilish bilan bo'lib ketib, mənə itaat qilishni unutdinglar. Sizlər ulardan külətdinglar. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Sizlərdən yetken əziyyətlərə səvr qılğanlıqları üçün mən onlarını bugün mükafatladım. Ular həqiqətən məqsəddə erişküçülərdir. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Allah onlarga zimində qançalik turdunlar deydi. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين Ular bir gün yoki bir kundan az turduq. Ay kunlarni hisoblag'uchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular do'zax chekayotgan azob tufaylidan ziminda qanchalik turganliklarini unutdi. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Allah, agar sizlar bilsanglar dunyoda faqat ozgina turdinglar deydi. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Haq padişah Allah üstündür. Onundan başka hiç ilah yoktur. Allah ulug' arishning parvardigoridir. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Kimki hech qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shib, yana bir ma'budga ibodat qiladigan Parvardigorining dargohida hisob berdi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Parvardigorim, mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen rahim qilguvchilarning yaxshisisan, degin.